Odatda biz bilan g'arbliklarning ozroq farqi bor. Odatda g'arbliklar bilmagan narsani bilib olsa xushal bo'ldi. Shunlar doim bilmaydigan narsani izlaydi, o'zidimi bekrak bildigan odamlarni izlaydi. Bizchi biz bilib olganimizni deyib olsa xush bo'lamiz. Shun biz o'zimizni bilmaydigan odamni topamiz. Deyib oladigan gaplarni topamiz, ammo o'zimizdan jiqroq bildiganlarni ko'rsak qochamiz. Demak, buning o'zi bir taqdir. Birsi bilmaydigan narsa qarab o'rganish taraqqiysa, biz biladigan narsalarni deb biladigan odamlarni deb yuramiz. Shunga hamma odam javob berishga qolmaydi. Hech kim bilmayman deyishni xohlamaydi. Bilmayman deyishni xohlamaganlik uchun bilmaydi. Fakat bilmayman degan odamlarla bilish qarab taraqqiy qildi. Bilmayman deyish bir huzur, bilmayman deyish xudsining qalbingizdan 50 kiloluk lom tümünü elib etgan o'xshaydi. Nima degan huzur? Bilmayman.